Xullas, mana obunachilar, biz o'yinni boshladik. Biz bu Obsidian ichida biz survival qilamiz, ya'ni Vijonya. Davay, unda o'yinni boshlaymiz. Men she'ring bor ekan menda. Davay. Ey, Obunachilar, bu Novikjon, buni ham YouTube'da kanali bor. Yesicha obuna bo'lasizlar. Da. Davay, unda Vijonya qilishni boshladik. Sen daraxtchi qilsan? Menmi? Men daraxtchi bo'lamda. Men daraxtchi bo'lsam, o'z daraxtdan boshlanadi. O'zi hamma narsa Vijonyada-yu. Universitetigasan? Qancha daraxt bo'ldi? O tepada turibdi. Oldim. To'rtta bersa yasadim. Qani? Aha, olding. O'ntaydan chopmaysanmi? Bunday qilaymi? Men yergacha joy ochaymi qaydandir? Mana yerdan tushamizmi yerga? Mana shu yerdan. Yo'q, u qadam onga, monga qadam. Bu mana bekitma uni. O'zing ashida bekit bu. Shot qilamizmi? Ha. Sachib qo'yaylik. Ma, tashlayapman. Bittasidan bo'laveradi ekan. Kirka, chop, atrofini Ikkita kirkasi bor. Chop. Hozir. Qochdi. Nariroqda turgan, nariroqda. Tak. Просто. Nariroqda turgan, nariroqda turgan. Ha, turdim. Chopsa bo'ladi, to'xtatib tur. Chopchi. Sen nariroqda turgan, iloji boricha devorga tiralib tur. Teskari qara. Sakra. Chop. To'xta, almashamiz. O'tsin baqa. Yana ham, kallang ko'tar. Kallam ko'tardim. Asha qarabdi. Iloji bo'lmayapti. To'xtaylik. Rozi bo'lgin muhammadni. Da, yaxshi. Bundan boshqa iloji yo'q edi, bu bo'lmaysizlar. Meni chopdi bu, ko'ryapsizlarmi? Shundan do'stini chopadi. Pasta boshqatdan versiyasiz ham taqdimga yetkazib. Yo'q, tepadan chop beraver. Tasha qo'y. Hop, hozir nima qilyapti? Ikkita toshli kirka yasadim, ma. Ikkita toshli kirkami? Ha. Ikkita toshdan kirka yasabdi. Toshdan. Ikkita toshli kirka. Ona tilini yorib olgan haqi bo'lmaysizlar. Minus sertifikatim bor. Minus? Minus. Minus. Tepadagilar nimadir qilaydi. Yo'q, tepada. Tepada lava bilan suv bor, toshlar olamiz. To'xta, mayli shot yasaylik. Qara, qanday ko'paytiramiz? 2 ko'chat bo'lish kerak tepadan. Men tarafga men bir qavat yo'q qilayman aytdi, 2 bo'lib bo'lmaydi. Bizning mana shu podvalimiz bo'ladi. Maqsadimiz nima? Maqsad shu yerda qanchadir muddat yashab qolish. Obunachilar qancha obuna bo'lsa, ko'ryapti turganlar, shuncha uzoq yashayveramiz. Shu videoni qancha like bilan podpishka qilishsa, shuncha muddat yashaymiz, shuncha kun. Like 30 tadan oshsa, like ikkinchi qismini chiqaramiz. Da 30 like. Biz obunachilar qiladimi ekan? Podpishka qilishadimi? Meni 156 ta obunachim bo'lsa, buncha obunachi bilan podpishka qilish qiyin. Ko'rdik o'tgan safar videolaringni, qanaqa podpishka qo'ygan. Ammo bugun ertalab short chiqardim, like bosib podpishka qilib yubordim. Ammo obunachilarimga qoyil. Birpas 7 ta obuna keldi o'sha bitta shortdan. Menimcha yaxshi chiqdi shekilli. 1340 qancha prosmotr bo'ldi. Tepada boshqatdan versiya so'rasanmi? Aha, yaso'raman, daraxt kavlayapman. Daraxt kavlayapman, chopmayapman. Shunaqa qilavering, yaxshi bo'lib ketar hamma. Andijon taraflarida kavlanadi-yu. Andijonlumiz qisqasi. Andijonlular bormi obunachilarimiz? Andijonlular. Yaqinroq bo'lsanglar ko'rishamiz. Endi tumanni aytmay turaveraylik. Keyinchalik bir mingta obunachi bo'laylik. Lekin Rossiyani Andijonidamiz degan ma'ruf. Unaqa dema, Rossiyada deb o'ylaydi obunachilar. O'zbekistonda emas, ular.
Bitta daraxt ekib qo'ydim. Fakil yasildi, fakil. Yuklaylik. To'ngak bormi, to'ngak? Yashab qolish uchun. Nima ve parandalar qayerdan topamiz divanni qanday yasaymiz? O'zi 5 ga 5 dumaloqimiz bo'lsa. Mayta o'sadi desam daraxt sen. Makka keldi o'rtaga kattaroq bo'ldi. O to'ngak turishini qara. Uraman sen olasan, sayra. To'xta. Sayrang yo'q qo'yma. To'xta. To'xta. Sayrayapman de. Ha, sayrayapman. Ha. O'laman hozir qochib yo'qol. To'xta, boshqa yerda sayrayapman. Sayrayapman. To'xta, ya nima qilib taxta kirkalar tashlavyapman. Endi pechga yasamash. Xullas tosh topmadingmi? Yo'q, men pechkani qo'ydim. Ayting. Xullas men bu yerga hozir o'zimizga yashash uchun joy qilaman. Sherigimiz aqroq siljib tursa, mabodoga. Men maydan uy qilaman. Uyimiz bunday. Ya, hatto ketdi. Keldimi Novik? Hapomislovnaslar hozir bu ish chiqib olib 5 minutga ertaga chiqib keldi. Men ungacha bu yerga nima qilyapman, Novik? O'zimizga boshpana. Endi uyda usta quradi, sen ustasan, mastersan. Master paket. Ye. Tamam. Endi shu joyga shuncha uy bo'ladi, rozimisan? Ikkita taxta ber. Ay, bo'lmagani yaxshi edi. Yo'q, manaqa uy bo'ladi-da. Qayoq? Mo'tara. Manaqachi. Bu yog'i yashash uchun boshqa narsa bo'ladi. Bu yog'i yashash uchun. Bu yog'i yashash uchun boshqa yo'q, narsa. bu yoqdan hozir tepaga qarab mob ferma qilamiz har xil. Bu yerga polizlar ham sig'maydi hozir bu yerga. Qara. Bu yerda yashaymiz, maytdan chiqmaymiz, lekin tepada katta chiqib ketsa bo'ladi. Chiqib ketsa bo'laveradi tepadan. Bu ana tashlamaydi. Bu hozir obunachilarga nima tushuntirmabman o'ynashni. To'g'ri, hozir biz mod o'rnatmadik. Mod o'rnatishga vaqtimiz bo'lmadi, to'g'risini aytganda. Mod o'rnatib, keyingi safar o'ynaymiz. Mod o'rnatib o'ynaganimizda to'siqlarni haqiqiysini o'rnatib bo'lsa o'ynaymiz. Ungacha hozir o'zimiz yasab, qo'l-bola qilib obsidiandan qurdik. Qisqasi hozir bunaqa chiqish iloji bo'lsa ham yerga chiqib ketib, yerga tushgan odam bu o'yinda yutqazadi. Xullas, mana shu to'siqli olamdan o'zimiz yasagan to'siqli olamdan chiqmasdan o'ynashimiz kerak. Ya'ni videoni qilib kuchayib ketishimiz kerak. To'g'rimi, Novik? To'ppa. Endi ikkita taxta ber menga. Pastga fakir qo'yib chiqing. Qoch. Daraxt tepaga eksak deyapman, loyni ko'p olib. Qanaqa qilamiz-da? Loyni qayerdan olamiz? Pastdan. Konlardan loy topib kelamiz. Mana loy chiqadi. Mana chiqamiz. Lapata kerak. Bir qavat loy chiqadi, xolos etma. Bir qavat bo'lsa ham chiqadi-yu, bir 10-15 ta. 4 bu 4 loy emas 4. Xullas bu 4 deyiladi, loy emas 4. O'ta go'zal ketyapti. Jon topish kerak. Hozircha yaxshi. Tepaga mob ferma quramiz. Mob fermamiz ishlasa, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Hozir pechga nima versaylarni oyoq tagiga qo'yamiz. Ko'proq joy tejab qolish uchun obunachilar. O'sha arxitekturani o'rganyapti, o'sha menga shogird kerak bo'ladi. Bu yer eshik. Hozir buni chopamiz. Tapor. Qanday Minecraftda fizikaga tupurib qo'ygan joylar bor, bilsang-a? Yo'q, bilmayman. Bolta bilan loydan chopib berasan-da. Xullas, bu yerga sen yotsang, seni divaning, bu yerga meni divanim. Yotoqxonamiz. Bu yerga seniki, bu yerga meniki bo'lsa, Divanni o'zi yo'laydi. Bu yerga adashmasam ikkita nima yetadi? Gaz plita deylik, gaz plita. Gaz. Menga kirka yasash kerak, versday bo'ldi. Kada bor. Eshik.
Uyimiz kattaligiga qarab. Darvoza qo'yaymi yo mana narsa qo'yib qo'yaymi? Darvozami eshikmi? Bo'ladi shu. Qo'yxonadan chiqib o'lib qolaman. O'lib qolmagin. Qo'yxonadan chafaq ketadi. Qo'yxonadan farqi samonxona bo'ladi. Xo'p. Tezroq biz nima qilmasak? Ko'mir topdim. So'zi yo nimalar topsak bo'lmaydi, sabzavotlar. Somon ekib turamiz. Qaydan ekan? Biz qorin to'qlashi g'amidamiz, to'g'risi. Olma topdim. Afsuski bu olmani ko'paytirsa bo'lmaydi Novik. Shuning uchun buni rozi bo'lsang o'zim sekin nima qilib oshqozonni to'ldiramiz nima qilsa. Hozir endi skeletlar topaylik-da. Skelet topib mana bu yerga o't o'stirsa bo'ladi. Qara, men kallam IQ'im balandligi o'sha yerdan ham ma'lumda. Topamiz hozir Novik bu yerga skelet topib, pastda aniq bilaman skeletlar uchraydi, g'or-por topsak pastdan. Xullas haqiqatdan aytganimda meni IQ'im baland. Shu pastda g'orlarda, nimalarda skeletim bo'ladi. Shu skelet kukunidan topib bu yerga urganimizda, mana bu yerga urganimizda maysalar o'sib chiqadi. Bu maysalardan sidiz tushadi, ya'ni urug'. Bug'doyda urug'ini keyin tepaga nima polis qilib, shu yerda o'stiramiz. Keyin u bizga non bo'ladi. Xullas shunaqa non bo'ladi. Keyin bu nonni biz yeb, qorin to'ydiramiz. Men tepaga aytgancha nima qilmabman. O'ldi. Nima bo'ldi? Devorga qisilib o'libdi. Tamam. Nimaga qisilgan u? Nimaga? Graviga qisilib qolding? Yo'q. Sening gaplaringga qisilib qoldim. Bor yaqal. Sal o'ynab tur. Ketdingmi pastga, Novik? Pastdan kuchayishimizga temir topib, skeletni topib. Lavani tepasini bekitaylik-da, Novik. Chunki qorong'u joyda moblar paydo bo'lishi ehtimoli katta. Novik xullas, bu lavani betini yopdim deganda, ma'da quyosh chiqyapti. Hatto yorug'likni yo'q qildim. Nima? U chunki nima yersang, men IQ'im balandligi sheyda yana ham balandlik qildi. Chunki qorong'u joyda moblar paydo bo'lishi yaxshi edi. Shuning uchun qorong'u joydan skeletimda paydo bo'lsa, ularni kukunini biz olamiz demoqchi edim. Shunda pastdan g'or-porlar topaylik, Novik. Narsa mana o'lgan tosh orasida qolib ketdim qora. O'na narsalar mana yerda turibdi. Men tosh chopyapman. Qo'lda tosh chopyapman. Onasi demsin. Hozir mana senga kirga tushmayapman, o'zim kirganimni chopib beraman. Bo'ldi, oldum. Juda g'or. Nima bekib chiqib ketding mana? Juda g'or yo'q o'xshayapti-da. Topamiz. Mana uni ko'rsak. Bekib chiqib ketma, mana qilib zinapoya qilib. G'or yo'q-da atrofda. Zinapoya qilib chiqqin. G'or yo'q atrofda. Pastroqqa olib chiqamiz. Bedrockga kelib bo'lmasa nima qilamiz? Ular hozircha kuchayib turaylik. Gravi chiqyapti, yuraydi siqib. Kuchayib temir, olmoslar chiqib qolsa yaxshi bo'ladi. Sen aytgancha fakelni qaydan topding? Ko'mir topdim dedim. Qaydan? Mashitdan. Endi eshitmabman. Videoda ko'rib olasan. Mamun. Bu yerda fakel. Fakel beravermani. O'zimda yo'qda taxta. Nima taxta yo'q? Sen daraxtga olib yuribsan. 3 ta fakel bor xolos. Uy qurdim. Men to'g'ri pastga keldim. Mamun. Bu safar seni. Men chopib ording-a. Ko'mir topib oldim, ko'mir sen chopib. Shu o'zing tashib bergan ko'mir. Yo'q, yerda ko'mir topib oldim deyapti.